ikkita savolimiz bor. Ikkala savoldagi rasmlarimiz bir xil. Lekin savol sal boshqacharoq. Ko'pchilik adashayotgan, ko'pchilik xato qilayotgan test savollarimiz. Savol: ushbu chorrahada haydovchi orqaga harakatlanib, ko'rsatilgan manyovrni bajarishga ruxsat etiladimi? Taqiqlanadi deyapti. Bunda taqiqlanadi. Endi keyingi savolimiz: ushbu ko'rsatilgan vaziyatda sizga hovliga orqa bilan kirib, qayrilib olishga ruxsat beriladimi? Bunda savolga e'tibor berish kerak. Bittasida chorrahada deyapti, bittasida hovliga deyapti. Haydovchi hovliga orqa bilan harakatlansa bo'ladi. Bu birinchi hovliga deganda ruxsat beriladi agar boshqa yo'l harakat qatnashchilariga xalaqit bermasa degan javobni to'g'ri biladi. Ushbu chorrahada haydovchi orqaga harakatlanib, ko'rsatilgan manyovrni bajarishga ruxsat etiladimi? Bunda taqiqlanadi kelyapti. Nimaga desa, chorrahada haydovchi hali qoidaga muvofiq orqaga harakatlanish taqiqlanadimi? Shuning uchun bunda taqiqlanadi deymiz. Agar hovli desa ruxsat beryapti. Chorraha desa taqiqlanadi. Chunki chorrahada haydovchi orqaga harakatlanish mumkin emas. Shuning uchun savolga e'tibor berib o'qinglar, chorraha deganda taqiqlanadi, hovliga deganda ruxsat beradi. Faqat boshqa ishtirokchilarga xalaqit bermagan holatda ruxsat beradi.